Assalomu alaykum obunachilar. Biz O'zbekistondagi obzorlarni boshlab oldik. Bu kushxonani ko'rganlar bor. Oldinlarda esa video qo'yganman. Ustozimiz kushxonalari. Videoda batafsil ko'rsatib o'tdim. Hamma qushlarni sotiladigan yangiliklar bor, ko'paytirish sharoitlar, hammasi haqida Alloh taolasi ma'lumotlar qilib o'tdik. Oxirigacha ko'ring va bizni qo'llab-quvvatlang. Bilasizlar, YouTube'dagi Diyotor kanalimiz oldingi kanalimiz bloglarni qo'ygan. Bu kanalimiz yangi. Hali 6000 ta obunachi bor xolos. Undan ham qo'ygan videolarimiz 400-500 ta odam ko'ryapti. Shuning uchun podpishka qilsalar, mana bu videolarni har kuni joy-joyga borib, baqa-baqa bozor narxlari, yaxshi ma'lumotlarni berib boramiz. Sizlardan podpishka tutib qolamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Instagramlarni atletga qilib qo'yganman. Instagramda o'tib qanaqadir savollaringiz bo'lsa yoki qush sotmoqchi bo'lsalar, o'zlaringiz aloqaga chiqa olasizlar. Telefon nomerlarini ham qoldiraman. Mana bu qushxona atmosfera zo'r. Mikroklimatlar suvi asachib turibdi. Qushlar maza qilishyapti. Hozir issiq kunlarda xonaning temperaturasi yaxshi. Ko'payish uchun zo'r ideal holat. Modadan qolib ketmaydi, ustozimiz ham mana bunaqa perxuriylarni qilib qo'yibdilar. Malinovoy perxuriy tuxum qo'yibdi, tuxum bosyapti ekan. Bu yoqda o'sha malinovoysi, tepada ananasli perxuriy. Mikroklimatga baho beradi. Havo salqin, qushlar maza qilyapti. Anaqa podseksiya ranglari bor baqda. Oldingi eski zotdan biz rosa boqqanmiz u qushlar, rosa bolalatganmiz. Shuni olib qo'yganlar hali ham bor. Nemislarda ham rosa bolalatib, bolalarni sotishyapti. Radojnik papugaylarimiz. Bolalari tushibdi mana. Chiroyli rangda, go'zal ranglarda. Ko'stinmasin, barakasini bersin. Mana babichkalardan ham qo'yaptilar. Biz ham berdik. Xohlasa, keyingi yillarga shunaqa babichkalardan ko'paytiradilar. Bizga chiqayotgan bolalardan berdik. Bu yerda pepchi prostoydan. Mana bu yerda juda ham chiroyli perxuriyimiz bor, oldilari qip-qizil, nari ham modasi ham o'ta tiniq rangida. 235 dollarga oladi buni. 235 dollarga prevozda chiroyli rangidan olingan. Barakasini bersin, ko'paysin. Bu yoqda mana yerda baqira g'aratinkamiz bor. Tuxum qo'ygan, tuxum bosyapti hozir. Tuxumlarni tekshirib qo'ydik. Urug'lanib, tuxum bosyapti. Bezovta qilmaydi, baqira urib ezib yuboradi. Bu yoqda ham perxuriylar. Bular ham tuxumga tayyor ekan. O'zi yaqinda olishadi. O'zi bolaga kiribdi. Ikkita paralar tuxum qo'yibdi. Bu yoqda andurka qushlarimiz. Bularni zo'r bolalarlar, ko'z tegmasin. 4 tadan 5 tadan bola olib chiqadi. Yani eski zotdan menda bir juft qolgan boqyaptilar. Yani yangi qushlarga qiziq sotaveramiz. Mana bu biri zo'r bola beribdi. Spingle. O'zi ham juda kesimi katta, yirik nar. Bolasini ham qo'yib o'taman, vaqti chiroyli bolalarni beribdi. Ko'z tegmasin, mashalloh. Yo'q, mana spingillar, salati ranglari va bu ajoyib ranglari. Ajoyib ranglari bor, spingillar, chiroyli ranglari. Normal. Bolalar yotibdi. Qo'llari ham rosa chiroyli chiqibdi. Tevchilar bolalabdi. Andurka qushlarimiz, mayda bolalar, tepchili oldingi bolalar mana.
oyog'ida kuni va portishkadan anaqa chiqib olgan. Basa bolalar tikchilar. Bu yoqda karellalar. Hozir karellalarni ham ko'rsatamiz. Karellalar zo'r bolalardirlar. Mana, peshona katta nemislar. Mashalloh, o'ta katta yirik. Mana shu Asrorxondan oladikmi? Asrorxon. Qo'qondagi Asrorxondan olib kelgandik. 2 yildan o'tdi, 3 yil bo'lyaptimikan. Bolani zo'r boqib, zo'r bola deydi. Sotiladigan qaysi qushlar sotiladi endi? Sotiladigan qaralar bor endi. Sotiladigan qushlar birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Mamlakatda sotiladi ko'rinishda. Harakat. Mana rabochi paralar sotilar ekan. Mana uyasini ishlab qolsalaring, mana 13 uyada. Bu yoqda mana siyoh rangda bolalar, ona tepasida bolasi bilan turibdi. İçine modası ekan. Rabochi paralar mana, modasi ko'rinadi kattaligini. Aslında normal moda bu. Modalarni taqar, uyasini olib ko'rsatamiz. Toza miramirlar mana. Narlar bular. Bu ikkita nar. Shularni modalari ham bor mana. 12-uya, hamda 1-uya. Mana tepada 1-uya turibdi. Mana shular. Modalari ham shunaqami? Modalar shuncha chiqaradi. Bolalari chiqibdi, bolasini ko'ringlar. Mashalloh, bolasi juda ham go'zal. Ko'zlaymasin bolani zo'r berdi. Tuxumi bor ekan buni. Bu palamiz mana tuxumi bor ekan. Bolasini chiqarib tuxum qo'yib qo'yibdi. Mana modasi mana. Mana narlar. Bu yerda mana bolali deganlarga mana bolaligi ham bor ekan. Mana bolalar qisam miramir. Mana bolalar. Tepada mana ota-onalar. Ota-onalar. Bu yerda 2 juft bor. Bu bitta paramiz. Bitta paramizni nari mana. Miramir. Juda chiroyli. Mana böyle şuları bolalar. Donga tushib qolibdi o'zi tashqarida, uni doim yurib. Olachalang maladoylar alohida sotiladi, olachalang para alohida sotiladi. Kelishilaveradi. Uyani raqami mana 43 24. Yolg'on aldov bo'lmaydi, kelasiz. Shu yerdagini olaman, videoda shuni ko'rganman deb olib ketaverasiz. Mana bolali paralar. Ikkita bolasi bor. Nechta tuxum bor? 6 ta tuxum bor. 6 ta tuxum bor ekan. Ikkita bola 6 ta tuxum, 8 ta tuxum qo'ygan ekan. Mashalloh. Nari o mana 3 etgan. Mana nari ekan mana. Mashinalar mana. Bolali parani mana shu. Mana bu yerlarda ham bolalari bor, tuxumlari bor. Para ham sotiladi. Modasi uyani ichida tepadagi bolasi. Chiroyli rangidan beradi. Salati beradi. Mashpara ham sotiladi mana. Raduzlik, G'uzrosli para. Uyasi uzoqroq edi, ko'rolmadik. Tuxumi bormi? Yo bolasi bormi? Mana shu sara sotiladi mana. Modani ko'rdidan to'q siyohrang, toza qanot. Mana nari saroqroq yetdi. Kelishlar narxini. Nomerlarini qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. Bu yoqda hovlida karella qushlarini boqadilar.
zo'r bo'laveradi har yili. Karellalar ham boqsaringizdan bo'lib qoldi hozir. Bolalarni yaxshi o'lyapti. Bir tushib ketganda hech kim boqmay qo'ygandi. Shunda ham boqib yuradilar. Mana hozir bu yil 100 mingdan oshiq o'lyapti. Bunaqa prostoyni ham. Bunaqa sariq yirik bolalarini boqadiganlar oladi, o'ttimga sotmaydilar yaxshilab. Va dubayskilar bularda mana bunaqa gnezdo qilganlar katta, yoniga uzun karella qushlari bolani bir chekkaga ochib qo'yadi-da, bag'i yana tuxum qo'yaveradi. Bu sinovdan o'tgan narsa, o'tgan yillar shunaqa bo'lgan. Hozir mana qushimizning tuxumi bor ekan, bolasi bor ekan, endi ochibdi. O'zim ko'rganman, bu chekkasiga tuxum qo'yib, bolasi ochib chiqsa, nar tomoniga yana tuxum qo'yaveradi. Otasi boqaveradi. Ha, Dubaylar uchun. Mana bu ham katta bo'lib qopti bolasi. Qizil ko'z Dubayga yurib ketgan. Dubay askari oq karellalarimiz bolalar. Nechta ekan? Ikkita ekan. Katta bo'lib qopti. Bir haftada donga tushib, tashqariga chiqib qoladi. Mana ota-onasi. Rasa bolalar, noyabrgacha bo'laveradi tashqarida. Bu yoqda shunday eski zotdan ekan va yirik. Sheriklar. Yirik ham bolani zo'r boqadi bular. Tabiatda haqiqiy karella mashaqa bo'ladi, tabiatda. Mana bunaqa oq, dubayski, boshqa ranglari bo'lmaydi karellaning tabiatda. Mana shu rangdan bo'ladi. Bundan ochroq seri bu rangda bo'ladi. Bu to'qroq qora rang, seri rangi bo'ladi. Qolganlari hammasi seleksiya qilib rang chiqarib ajratilgan. Tabiatda va mana shu rang. Qumralar yo'qolmaydi. Zakat yetkazilmayapti bolalar. Qumra nechta bola beradi yilda? Masalan, bir jup qumra 1 yil davomida 10 tagacha bo'la beradi. 10 tadan 12 tagacha bo'la beradi. Hozir bu 3-partiyasi bu hozir. Ikkita, har safar ikkitadan ochadi. Ikkitadan ochadi. Yana hozir o'sha tuxumga harakat qilib, o'sha tuxum qo'yadi deb turibdi ekan o'zi. Bechora modani pati ham qolmabdi, bolalar urib. Bolalar urar ekanmi? Juda beyor bolalar ekan. Bolasi tushishiga yana bolalar urar ekan. Bu ham oldingi o'zimizning oq qumralardan. Oq qumralar. Oldin ko'pada kamayibdi ular. Bu yerda zotlari bular. Katta qora ko'zlar. Keptar, palvilla, qora ko'zlar. Dekorativni to'g'lar. Sesarka ham bormi? Sesarka ham go'jakdan qo'ygan. Bedaligi nima bor? Oq rangli o'zimizga qiziq tushib olib turgan. Ha, Neravskalar. Neravski, Fisherlar. Fisherlar. Bolalayaptimi? Ha, bolalarga harakat qildi, yigitni qarab turibdi. Amadinkalar. Hada risiga amadinkalar. Salqinda daraxtlar tagida zo'r bo'lalayapti bular. Risovkalar bir paytlar arzon bo'ladi, ammo narx ko'tarilib ketdi. Suv zotidan bo'ladi. Yaxshi ko'payaptimi? Kafilni. Kilorodni. Kafillar ham chiroyli ekan. Hozir 100 mingmi bolasi nech pul? 125 150. Voy. Bir paytlar paras shunaqa bo'lardi. Baras.